hamma insoniyat tan olgan. Qo'shinlar ular haqida gapiradi. Ertalabgacha uning qiroati bilan biz orom topardik. Bir kecha yo'q ediki, u qiroat qilmasdan uxlamas edi. Har kecha qiroat qilishardi ular. Ular kim? Ular payg'ambarimiz alayhisalomdan, u kishi orqali Abdulloh ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhumolardan o'rganib keyingi ummatga o'sha 10 qiroat qoldirgan buyuk zotlar, 10 qiroat egalari. Ular Imom Nofiy Madaniy rahmatullohi alayh, Abdulloh ibn Kasir Makki rahmatullohi alayh, Abu Amr Basri rahmatullohi alayh, Abdulloh ibn Omir ad-Dimashqi rahmatullohi alayh, Hamza ibn Habib az-Zayyat rahmatullohi alayh, Ali ibn Hamza al-Kisai rahmatullohi alayh, Abu Ja'far Madani rahmatullohi alayh, Yaqub Basri rahmatullohi alayh, Halaf ibn Hisham al-Bazzar rahmatullohi alayh va Osim ibn Abu an-Najd al-Kufi rahmatullohi alayhimlar. 10 qiroat egalar. Mana shu oxirgilari Osim ibn Abu an-Najd al-Kufi rahmatullohi alayh bizni qiroatni ustozlari hisoblanadilar.